Hilol opa, Diora o'tgan safar lyuks kosmetikalarni baholovdinglar. Bu safar budjetningni ko'rsatib bera olasizlarmi? Конечно. Sinxronni. Boshladik. Shik. Sanda nechinchi o'rin? 3-o'rin достойная kosmetika. Menda ham pus bu 4-o'rin. Vivian Sabo. Menga rosa yoqadi, pus 2-o'rin bo'lsin. Menga ham yoqadi. Pусть будет 5 место. Lik. Lekin rosa xohlardim ishlatib ko'rishni, juda ham yaxshi o'tiblar. Bilmaganim uchun 8-o'rin. Men uchun 4-o'rin. Maybelline. Maybelline Fit Me tonalkasi bo'lsa 7-o'rin bo'la qolsin. Men uchun tвердая шестерка. Golden Rose. Golden Rose 9-o'rin bo'la qolsin. Men uchun 10-o'rin. Yomon emas, no, undan ham yaxshi alternativalar bor. Oriflame. Именно Giordani bo'lsa 6-o'rin bo'la qolsin. 7-o'rin. Paese. Paese 5-o'rin bo'lsa. 2-o'rin. Именно увлажняющий эффектлari bor. Kollagenli zo'r увлажнять qiladi yuz. NYX. NYX 10-o'rin qo'yaman, chunki aralash qilib ishlataman, juda ham suyuq. 9-o'rin. Nude. 3 bo'la qolsin. Men uchun 8-o'rin. Influence. Bir. Rosa ham достойный, lekin zo'r. Menga ham ikki xili mato effektli ham siyayish effektli. Ikkalasi ham zo'r. Keyingi reelslarimizda qaysi mahsulotni o'rinma-o'rin qo'yib berishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar va albatta bizga like bosinglar, chunki bu bizani vdохновлять qiladi.